Yaxşımı dostlar, şu neçə gündən bu yana aldıraş bo'lib ketgachga, yangidan film yo'llamay qoldim. Hammalarning to'g'ri tushunishini umid qilman. Shu nima ish qilganimni sizlarga vlog shaklida ham bahrildim. Yoqtirib ko'rishingizni umid qilaman. Biz shu ozroq bir ish bilan Urumchiga minib qoldik. O'zimiz mashinada qoldik. Bolamni ilg'ag'achqa bu yo'l pek uzun bilinib ketdi ham. Bolamni ko'rsanglarni shunchalik zeriktirmadi. Hamra bu shuna tezla yetib keldik. Mana atdeganda bir keplar shu biz taraf urulishu bundan keyin bir aylanib qildik. Ondan eng muhim ishimiz bo'lgan shu bolamninki salomatlik ahvoli bir tekshirib o'tgandan keyin nihoyat yaxshi chiqib natijasi shu bilan shunday xush bo'lib ketdik. Undan keyin shu singlim bilan ko'rishib yana men shu bankaninki ikkinchi qavatdagi shunday chiroyli güzel sanat buyumlari uylar istaganlar bor shu do'kon kirib oldim. Men yana bek yaxshi ko'rdim. Buni ko'rsanglar shunchalik chiroyli qo'yadiki uyga asidan qo'ydigan chiniqach deymiz. Har xil kuldan undan keyin safalar shu minzofon nusxadagi undan shu shakllarning rasmlari pek yaxshi ko'raman. Buni shunday ko'rdim. Ilyor saboqchimninki teriga svaresga uni ham mana bu logolar deymiz. Shunchalik go'zallar, mana gullar qarab qo'ymayman. Oldingi qitim borgandim, shunchalik rasmlar tortib ketgandim. Yana bir ko'rayotgandan keyin tomoq yeylik deb adoqimizni chiqarish uchun bir xo'go yedik. Undan keyin men yana bir aylansam bo'ldi deb cho'glab qoldik. Sanglamani optopresslar so'qib bana. Bularni ko'rsanglar shekillari shunday yorishib ketganda. Mana shu bir kun o'tib ketdi. Keynidan shu atsi men atgan qo'plar shu o'zimning materiallarini olib qoldim. Materialni shunday jiqqa ko'rsanglar nurg'un material oldim. Chunki men yozliq ta'tiligim oz qoldi. Yozliq ta'til tugab shu 10-oyning bayrami degandek nurg'un bayramlar bor. Men xil vaqtgacha shu Qashqarni orliq qilolmayman. Shunga shu otaytin kelgan fursatda material narsalarni ilib, bolamni bir cho'giltib, o'zimning salomatligini tekshirib degandek shu ishlarni qilish uchun keldim sabab bo'ldi. Ondan materiallar bo'lgandan keyin shu bolamni bir qo'ng'ishaniga chiqib bir ko'zitib o'ynatib kiraylik deb. Mana shunday xush bo'lib sakrab, yugurib degandek xush bo'ldi bu bolamni. Hamsa do'stlar, davomli shu rasmlarimni yo'llayman. Ko'ngillarga ko'p rahmat.